Imagine living under constant surveillance, 24 hours a day, 7 days a week. Hiding your religious beliefs and who you are as an individual, fearful of having your family separated and detained. Amerika Tashqi ishlar ministrligi 3-noyabr kuni yana dal Amerikada prezidentlik saylami boshlagan kuni Uyg'urlar uchravatgan eg'ir zulm haqida videolik bayonot tarqatdi. Videoda Amerika Tashqi ishlar ministrligi bayonotchisi Morgan Ortagus xonim Uyg'ur elida bugun millionlarcha kishining yuqori texnikalik nazorat, diniy va milliy besim, oilalarni parchalash, tutqun qilish, lagerlarga qamashga o'xshash eg'ir zulmlar ostida yashayotganligi, millionlarcha Uyg'urning lagerlarda qiyin qistoq, majburiy ming yuyishdan iborat ruhiy va jismoniy iskanjalarga uchrayotganligini bayon qildi. Accounts detail horrific scenarios of forced labor, physical and sexual assault, and even forced sterilization. Bu yana munolardan dedi. Uyg'urlar bugun Xitoy Kompartiyasiga sadoqatini ifodalashga, o'z dinidan tinishga, individualligidan voz kechishga va yana ularni iskanjaga ilib olgan Xitoy Kompartiyasiga hashqallo aytishga majburlanmoqda. Mazkur videoda Uyg'ur elidagi lagerlarning ko'rinishlari, Uyg'urlarning Korladagi poyezd stansiyasidan noma'lum o'ringa yetkazilganda qo'lga tushgan ko'rinishlar orqali Uyg'urlarning ichinishlik vaziyati Morgan xonimning ta'sirli bayoni bilan yoritib berilgan. Morgan xonim bayonida Uyg'urlarning hozir majburiy emgak silinish, majburiy tug'mas qilishdek universal kishilik huquq kitobnomasi va Xitoyning o'z asos qonuniga xilof jinoyatlar yuz berayotganligini ta'kidlab, bunday voqealarning Xitoy hukumati javobgarlikka tortilmaguncha davom qiladiganligini, Amerika hukumatining buningga majburiy emgak asosidagi mollarni tutib qilish, munosabatli Xitoy amaldorlari va organlariga jazo tadbirlari qo'yish, Uyg'ur kishilik huquq siyosati qonunini ma'qullash orqali tadbir qo'llanayotganligini aytdi. 4-noyabr kuni Amerika Tashqi ishlar ministri Mike Pompeo Twitter orqali Xitoy hukumatining Uyg'urlarga qilayotgan zulmini tanqidladi. U Amerika Tashqi ishlar ministrligining tor betidagi maxsus Uyg'urlarga ajratilgan sahifada yoritilgan zulmlarni ko'rsatib turib, Xitoy Xalq Cumhuriyeti Birleşken Devletler Teşkilatı'na a'zo bo'lganda kishilik huquq va asosiy erkinlikka hurmat qilishga va'da bergan. Shundaq turuqliq ularning kunchilik kuchayotgan mustabidligi va davlat ichidagi erkinlikni sistemalik cheklashi xalqaro tartibning mohiyatiga butunlay zid deb yozgan. Amerika Tashqi ishlar ministrligining dal Amerikada prezidentlik saylami boshlangan kuni Uyg'urlar masalasini yoritishi chet ellardagi Uyg'ur jamoatini ta'sirlantirdi. Ular buni Amerika hukumatining Uyg'ur masalasiga ko'rsatayotgan yuksak ahamiyatining namoyandasi dedi.